Assalomu alaykum muhtaram tinglovchilar. O'zbekiston yoshlar davlati. Aholimizning 70% ga yaqinini yoshlar tashkil etadi va bu katta imkoniyatlar mamlakati degani. Kuni kecha kelajagimiz bo'lgan yoshlarimiz o'z bayramlarini nishonladilar. Davlatimiz rahbari ushbu sana munosabati bilan yoshlar bilan uchrashdi. Uchrashuvda yigit qizlarimizga prezidentimiz ishonch bildirib, qator tashabbuslarni ilgari surdi. Bugungi loyihamizda ushbu uchrashuv tafsilotlari hamda ana shu tashabbuslarni biroz yoritamiz. Buning uchun esa studiyamizga Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati, Xalq demokratik partiyasi fraksiyasi a'zosi Anvarxon Temirov va siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori G'olibjon Muhammadjonovlarni taklif qilganmiz. Avvalambor xush kelibsizlar deymiz. Assalomu alaykum. Bugungi davrda mana ayrim mamlakatlarda yoshlar soni kamayib borayotgan bir vaqtda bizni O'zbekistonda yoshlar soni ortib boryapti. Biz bejizga bu sonlarni qayta aytmayapmiz. Chunki bugun buni sonni aytishga har qancha haqlimiz. Birinchidan bayram munosabati bilan va shu bilan birgalikda bugungi aytganimizdek har bitta yutuqlarimiz zamirda ularning hissasi katta. Mana hozir aytganingizdek siz yoshlarni tadbirkorligiga to'xtaldingiz. Yoshlar tadbirkorligi tashkil qilgan 261 ta korxonaning yillik aylanmasi 100 milliard so'mdan oshdi degan kecha raqam aytildi. Bu ham baribir quvonarli holat. Oldin xabaringiz bo'lsa, faqat o'sha viloyatlarni markazida va poytaxtimizda tadbirkorlik rivojlangan bo'lardi-da, asosan urg'u o'sha yerdagi yoshlarga berilardi. Mana bugungi kunga kelib har qaysi bir viloyatimizning har bir tumanida bunaqa bir ahvolni ko'rish mumkin. Mana masalan Anvarxon, siz o'sha hududlarda bo'lganingizda siz ham bularni hammasini ko'rgan bo'lishingiz kerak. Yoshlar kichik sanoat zonalari tashkil etildi, alohida. Davlat rahbarining tashabbusi bilan bu g'oya ilgari surildi. Yoki oddiy raqamga to'xtalaman. Adashmasam 2023-24-yillardagi startup loyihalari IT yo'nalishida yoshlarimizni tashabbusi 100 million dollarlik eksport qilgan. Adashmasam shunaqa raqamlar bor edi. Bu narsalar bizda amaliyotda oldin yo'q edi. Juda katta narsa. Yoshlarimiz o'zi programmalar ixtiro qilib, qandaydir bir elektron dasturlarni joriy qilib turib, o'sha narsani chet el kompaniyalarga sotyapti. Shunda yigitni ko'rdim, men sizga misol qilaman, hayotimdan misol qilaman. Shu yilning boshida men ikkita uchta oliy dargohga borganda misol qildirdim. Bir yosh yigit bilan ko'rishdim. Ko'zi qizarib turibdi. Hayron bo'lib savol berdim. Nima ish qilasan degan savol bersam, keyin ishlayman dedi. Qancha daromad topasan, sir bo'lsin dedi. Qayerda ishlaysan desam, aka uyimda dedi. Keyin qiziqib bordim. Apple kompaniyasiga programma dastur yasab berar ekan shu yigit. Mana qarang. Uyida o'tirib Apple kompaniyasiga dastur yasab berar ekan. Apple kompaniyasida joriy bo'ladigan har qanday dasturni bir qismini shu yigit yaratar ekanda, keyin u yigit bilan gaplashib o'tirsam, aytdiki, aka dedi, bizga o'xshagan yigitlar juda ko'p deydi. Uyimizda o'tirib chet el kompaniyalarga xizmat ko'rsatamiz deydi. O'zimiz daromadimizni topyapmiz. Keyin bizda nima yordam desam, yordam kerak emas, sharoit yetarli yaratilgan. Faqat biz foydalanyapmiz. Bo'ldi, boshqa masala yo'q bu yerda. Masala bo'lsa chiqamiz dedi. Mana hozir oradan 4 oy 5 oy vaqt o'tgan bo'lsa, shu bola bir marta ham telefon qilgani yo'q. Xudoga shukr, ishi yaxshi, yaratilgan shart-sharoitning natijasi o'shalardan misolda. Bu bitta misol, oddiy misol qilib aytganda. Endi kichik sanoat zonasini misol qiladigan bo'lsak, misol o'zim ukam 30 yoshga to'lmagan. Kichik sanoat zonadan yer oldi, mana o'sha ukamga soliqdan yengillik bor. Misol kommunal xizmatlarini, misol suvi, gazi, hamma sharoitini tushirib beryapti. Bu faqatgina ishni tashkillashtirsa bo'ldi-da. To'g'ri tashkil qilsa. O'sha ishni tashkillashtirsa bo'ldi. Asosiy maqsad, asosiy g'oya to'g'ri yo'nalsa, undan buyog'idagi barcha masala hal bo'lgan. Nimagaki Qonunchilik palatasida ish faoliyatini boshlashdan oldin biz ham xususiy sektorda ishlaganmiz-da. Joyi kelsa biz tabiiy gazni kilometrdan tortib kelgan vaqtlarimiz bo'lganda, lekin hozir kichik sanoat zonalarida o'sha narsa tayyor turibdi. Darvozasining oldida suvi ham bor, gazi ham bor, elektr energiyasi ham, hamma narsasi bor. Ol, joy-joyiga qo'y. Faqat to'g'ri maqsadda ajratilgan o'sha shart-sharoitni to'g'ri maqsadda foydalansa, holatda. To'g'ri maqsad bo'lsa bo'ldi. Endi o'ziga o'xshagan yoshlarni ko'paytirib o'sha joyda ish joyini yaratsa va misol qo'pol qilib aytganda menga ham, sizga ham yoki davlat rahbari yaratib shuncha shart-sharoitni yaratib kuyinib gapiryaptilar. Biz o'zimiz uchun qilmayapmiz bu narsani. Shu yaratilgan shart-sharoit davlat o'zi uchun qilmayapti. O'zini bitta bolasi, farzandi uchun qilyapti. Shu ertangi kunda qiynalmasin deb.
hech qachon davlat borib turib ertaga zo'r bo'lib ketsa, "Sen men zo'r qildim" deb turib, "Menga shuncha mablag' berasan" demaydi. Da'vo qilmaydi. Ha, da'vo qilmaydi. Asosiy maqsadni negizi qilayotgan narsa shu, to'g'ri yo'lda bo'lsa, nimagaki ertaga shu bolani ko'rib turib boshqa bolalar ham shundan havas qilib, baribir har bir insonni o'zini kumiri bo'ladi deydi-ku. Bitta yosh zo'r bo'lsa, ikkinchisi misol siz zo'r bo'lib tursangiz, iloji yo'q sinfdoshingizni chaqirasiz yoki boshqa bir kursdoshingizni chaqirasiz. U ham yosh, siz ham yoshda. Yo'nalish kengayib boraveradi tarmoq. Bu juda ham bir yaxshi narsada. Mana masalan hozir haqiqatan ham tadbirkorlik yo'nalishimni ochaman degan yoshlar ko'p. Qanaqadir biznes rejalarini tuzib tayyor turgan yoshlar ko'p. Ularga faqat bir kichkinagina turtki kerak-da. Mana shu turtki kecha ham berildi nazarimda-da. Bu juda ham bir quvonarli. Bu yerda mana hozir juda ham ko'p yaxshi gaplar gapirilyapti, lekin asosiy mazmun mohiyat shundan iboratki, hozirgi yoshlar masalasiga ham alohida e'tibor berish kerak. Hozirgi yoshlar xalq ichida kulgi qilib qo'yishadi, pandemiyadan keyingi tug'ilgan yoshlar deb qo'yiladi. Hozirgi yoshlar Z avlod deyiladi. Fan ilmiy nuqtai nazardan juda ham tez hisoblanadi va ma'lumotlarni tez qabul qiladigan va ayrim demak bizga mushkul bo'lgan, yosh nuqtai nazardan farqda bo'lgan katta yoshdagi odamlarga mushkul bo'lgan ishlarni qisqa muddatda hal etisha oladi. Ikkinchi nuqtai nazardan yoshlar jamiyatda xohlaysizmi yo'qmi, ham emotsional nuqtai nazardan, ham psixologik nuqtai nazardan alohida demak o'ringa ega bo'lgan qatlam hisoblanadi. Endi bu yerda asosiy masala nimadan iborat? Mana o'tgan yilgi tahlil nuqtai nazaridan bilasizki, o'sha mamlakatimizda islohotlarni har yili yil yakunida prezident rahbarligida amalga oshirayotgan islohotlar bilan bir qatorda mamlakatda o'sha demak davlat tashkilotlari tomonidan parlament yoki qonun chiqaruvchi organ, senat va hokazo tashkilotlari bilsangiz tahlil qilinadi yil davomida. Ana shu prezident bilan uchrashuv bilan va hokazo video selektorlar bilan bog'liq uchrashuvlarni tahlilni qilayotgan paytimizda ko'rsak, 90% ortiqroq bevosita o'sha aholini eng yosh qatlamlari bilan bog'liq bo'lgan masalalarga e'tibor qaratiladi. Mana hozir kichik biznesda deyildimi? Kichik biznesda yoki biznes, iqtisodiyot, ma'naviy soha. Endi ma'naviy soha to'g'ridan to'g'ri kimni ya'ni asosiy obyekti bu yoshlar hisoblanadi. Shuning uchun aytmoqchimanki, bu yerda asosiy masala mana prezidentimiz har to'g'risini aytsak bo'ladi, har yilning iyun oyida motivatsiya beradigan, o'zlari kelib mana yig'ilishda ishtirok etishi, har bitta demak o'sha yil nuqtai nazaridan, undan oldingi yil nuqtai nazari oralig'ida bir yil davomida katta yutuqlarga erishgan odamlar bilan o'zlari uchrashuvga o'zlari kelishlari, o'zlari demak o'zlari sovg'alarni berishadi. Mana kecha ham o'sha paralimpiyasi g'oliblariga ham o'zlari uy sovg'a qilishar, o'zlarini demak xarajatlar nuqtai nazaridan berishlari bu jamiyatda o'sha davlat rahbarini yoshlarni qatlamini demak qaysidir ma'noda uyg'otish maqsadi. Ya'ni ko'rsin. Endi bu yerda bitta narsa qoladiki, jamiyatda yoshlar bunga hammamiz biz mas'ulmiz. Nafaqat demak Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari mana bu yerda siyosiy partiya bor, oliy ta'lim, maktabgacha ta'lim tizimi, umuman barcha fuqarolar bor yoki nodavlat notijorat tashkilotlari bor. Ana shu islohotlarni mazmun mohiyatini to'liq yetishtirishimiz kerak va yetkazishimiz kerak. Ana shunda jamiyatda ana shu turli chekkalarda xohlaymiz yo'qmi ikkinchi tarafi bor tangani. Bu demak o'sha islohotni tushunmaydigan, biz ularni aqlsiz demaymiz va bundan yiroqmiz. Tushunmaydigan yoki tushuntirilmagan qatlamlar borki, vaholanki ularga ham ana shu demak islohotlarni tushuntirsak, yetkazsak va yetkazuvchilar bo'lsa ham, mana Anvar aka bitta yaxshi gap gapirdi. Ana shu islohotni ular to'g'ridan to'g'ri ishtirokchisiga aylanadi. Chunki mana to'g'ri tadbirkorlik qilayotgan yoshni atrofida yana to'g'ri tadbirkorlikka moyil bo'lgan yoshlar xohlaymizmi yo'qmi topiladi. Mana shu nazarimda borib keyinchalik mana shu oddiy maktablarimiz ham mana shu darajaga chiqarish menimcha maqsad bo'lsa kerak, nasib qilsa. Chunki hamma inson ham, hamma ota-ona ham farzandini yaxshi joyda, yaxshi maktablarda tahsil olishini xohlaydi. Bu degani faqat iqtidorli bolalar ixtisoslashgan maktablarda, iqtidorsiz bolalar oddiy maktablarda degani emas-da. Bu degani keyinchalik mana shu tenglashtiriladi. Bularning orasidagi qanaqadir bo'lsin, konkurensiya deydi. Bo'lish kerak. Bu qanaqadir muvofiqlashtiriladigan bir tizim ham yaratilsa kerak nazarimda. Ya tizim bor o'zi. Nimagaki bitta narsani qarangda, men sizga bitta misol qilaman. 28-maktab. Okrugimda 28-maktab respublika bo'yicha 18-o'rinda turar ekan. U maktabga boraman desangiz, tog'ning etagida. Maktabdagi o'qituvchi, maktabdagi rahbar to'g'ri yo'nalishda. Qaysidir rahbar borsa, shuni ushlayapti-da. Maktabni remont qildiryapti. Davlat dasturi emas, vazirlik jamg'armalar hisobidan qildirdik. Qanday qildirding deb direktordan so'rasam, olib kiryapman deydi, olimpiadada qatnashganini deydi. Maktabim respublika bo'yicha palonchi o'rinni egallagani uchun suyunchi bering.
bunimni qilib bering, unimni qilib bering deb turib o'sha odam qildiryapti-da. Bu tasavvur qiling, agar har bitta rahbarimiz, har bitta maktab direktorlari, har bitta maktab o'qituvchilari shunaqa bo'lsa, ixtisoslashtirilgan maktablar bilan oddiy maktablarimiz sal balandroq bo'lib qolsa kerak. Demak, ixtisoslashtirilgan, mayli, ixtisoslashtirilsin. Ixtisoslashtirilgan bitta yo'nalishlarga, maxsus yo'nalishlarga ixtisoslashtirib boriladi. Bu ham kerak. Bu kerak. Bu ham kerak, lekin bu yoqdagi jarayondan undan qolmasligi kerak. Nimagaki izchillikdagi. Ha, sen texnolog bo'lasan deb ixtisoslashtirilgan maktabda o'qitish imkoniyatimiz ko'proq. Lekin bizga faqat texnolog yoki rahbar yo injener yo boshqa kasb egasi emas, bizga umumiy kerak. Zamonaviy rivojlanishga qaragan holatda keng qamrovli kadr kerak. Shunday kadrlar bo'lishi kerakki, o'sha kadrni qaysi sohaga tashlasangiz ham xotirjam o'zini tortib ketish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak. Sizlarga kelganingiz uchun rahmat deymiz. Bergan ma'lumotlaringiz uchun tashakkur. Bu juda ham bir keng qamrovli mavzu, yoshlar mavzusi. Bu bo'yicha yana bir ko'rishamiz degan niyatimiz bor. Vaqtlar o'tib, albatta sizlarga kelganingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Muhtaram tinglovchilar, bizni bugungi mehmonlarimiz Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati, Xalq demokratik partiyasi fraksiyasi a'zosi Anvarxon Temirov va siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori G'olibjon Muhammadjonovlar bo'lishdi. Yana bir bor xush kelibsiz deymiz. Ushbu dasturni esa men Gulmira Otajonova olib bordim. Keyingi loyihalarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.